Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun i'rob darsimizning 22-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda 29-hadisni o'qiymiz. Al-hadisu at-tasi'u wal-'ashrun, 29-hadis. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. An Mu'adh ibn Jabal radhiyallohu anhu qala: "Qult ya Rasulullah, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار." قال: فقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Bu hadisning mazmuni uzun va mo'l. Unda bo'lsa biz hadisning tarjimasini qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu din rivoyat qilindi. U mundaq dedi: "Qultu ya Rasululloh, dedim men, ey Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna va yubaidni minan nar." Akhbirni, menga deb pasla, bi amal, bir ishni, bir amalni deb pasla, kirgizdi u amal meni jannatga va yubaidni, va yiroq qiladi meni u amal do'zaxdan. Menga bir ishni deb pasla, jannatga kirgizgan, do'zaxdan yiroq qilgan bir ishni qana qilsa deb pasla. Qol, dedi Rasululloh: "Laqad sa'alta an azim." Sen nihoyatda cho'ng, buyuk ishdan so'ding. Buyuk bir amaldan so'ding. Va innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayh. Haqiqatan u osondir, Alloh uningga oson qilgan kishiga. Ala man yassarahu Allahu alayh. Alloh uningga oson qilgan kishiga osondir. Ta'budullaha la tushrik bihi shay'a. Allohga ibodat qilsa, uningga bir narsani shirk keltirmaysa. Va tuqimus salat, namoz o'qiysa, zakat bersa, Ramazon tutsa va Baytullohni haj qilsa. Ondan keyin dedi Rasululloh: "Ala adulluka ala abwabil xayr." Seni yaxshilikning eshiklariga boshlab qo'ymaymi? As-sawmu junnah. Roza qalqon. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'un ma'un nar. Sadiqa xatolikni xuddi suv o'tni o'chirgandek o'chiradi. Va salatur rajuli fi jawfil layl, va bir odamningki tang kechidagi, kechininki qursiqidagi degan gap, tang kechidagi namozi. Ondan keyin payg'ambarimiz tilovat qildi Qur'ondagi tuyandagi oyatni. Tatajafa junubuhum anil mada'i degandan boshlab hatta balagha ya'malun degangacha o'qidi Qur'ondan. Thumma qal, ondan keyin dedi Rasululloh: "Ala ukhbiruka bi ra'sil amr va umudihi va dhurwati sanamihi." Men sana ishninki beshini, to'rikini va eng yuqori pallasini qanday qilmaymi? Xabar bermaymi? Dedim ben. Bela ya Resulullah. Qaranglar, beshdagi ala ukhbiruka, ala adulluka hammasi bulutsiz shaklda so'rgan Rasululloh. Bunga nima deb javob berdi? Bela. Bela ya Resulullah. Ashuna qilsa ya Rasululloh dedi Rasululloh: "Ra'sul amri." Ishning beshi islom. Va umuduhu, u islomning to'riki namoz. Va dhurwatu sanamihi, uning eng yuqori pallasi jihad. Ondan keyin dedi: "Ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli." Endi men shuning hammasini to'playdigan ishni sana deb bermaymi? Qaranglar, mana yuqoridagi ishlarning hammani to'playdigan. Faqult: "Bala ya Rasululloh." Dedim men. "Bu shunda qilsa ya Rasululloh," dedim. Fa akhadha bi lisanihi, va tilni tutib va qala dedi:
kuf alayka hada. Muşunu yığ. Muş tilini qanday qil? Yığ dedi. Bu nəhayət mühim gəp. Əməliyyatda nurgun adam cihad qilishi mumkin, nurgun adam namoz o'qishi mumkin, ammo tilni yig'olmaydigan adam nəhayət ko'p. Tilni hasaddan, tilni g'ayvatdan, chaqimchilikdan, barliq gunoh ishni qanday qilolmaydigan, yig'olmaydigan odamlar ko'p. Tilingni yig' dedim men, ey Allohning payg'ambari, va inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Biz so'zlagan gapimiz sabablik hisoblanamdoq, lamu'akhadun. Hisoblanamdoq degan gap, hisoblanish degan gap. Hisob elinguchi degan gap. Bima natakallamu bih. Uning bilan biz so'zlagan narsa tufayli biz hisob elinguchimi? Faqal dedi, fakilatka ummuk. Fakilatka ummuk degan gap, anang yo'qolib ketsin degan o'xshash bir gap, ammo arablar buni voy nim deganing bu deganga o'xshar bizdagi. Diqqatni tortish uchun bir hammadan biladigan bir gapni bilmagan vaqtda taxmi uning diqqatini tortib undan keyin deb berish uchun qanday qilamiz? Ishlatamiz. Fakilatka ummuk va hal yakubbun nas ala wujuhihim. Tashlanamdu kishilar yuzlar ustiga avqal ala manakhirihim. Yoki dedi, bullar ustiga tashlanamdu illa hasaidu alsinatihim. Faqat tilning husuli tufayli qanday qiladi? Tashlanadi. Kishilar halni bu yerda biroqlam shaklda bulishliq shaklda tarjima qilsak bo'ladi, savol shaklida emas. Kishilar yuzlar ustiga yoki dedi, bullar ustiga mush tilning husuli tufayli qanday qiladi? Tashlanadi. Ravat Tirmizi. Demek bu hadisdagi eng muhim mazmun tilninki yig'ishning muhimligi. Nurg'ulgan ibodatlarni, nurg'ulgan islomning beshini, islomning eng yuqori palini deb bo'lgandan keyin yuqori qishlarning hammani to'playdigan ish nima dedi Rasululloh? Tilni yig'ish. Unda bo'lsa bizning bu hadisdan tarkib qo'ygan o'rnimiz ala adulluka ala abwabil xayr. Seni yaxshilikning ishlarga boshlab qo'ymaymi? Ala adulluka. Bu yerdagi a istifham, lacho nafinin lasi, adullu fi'l mudari', fa'ili tegli yushrun, taqdiran ana, kaf muxotabning domirisi, shundaqla maf'ulun bih zivrlik o'rinda, mabni ala harfi jar, abwab Mecrur, isim mecrur, ziriknin alameti aşkara, şundaqla abwab, muzab, el-khayriço, mudafun ileyhi. Merdeki elani, bazı grammatika, şu hedisninki terkibini koygan kitaplarda harf istiftah littenbih depti, tenbihninki alas depti. Bunu mençi to'g'ri ko'rmadim, çünkü diqqat deb tercüme qilmaymiz bu yerda. Keyindeki cevap qarasaqmi, bala deb kelgilik shundaq o. Şuna bunu 5'ini tartib ahir kadar hemmini nim deb olaman deganda ala deki a istifham Allah'ınki nepinin lası. Qamaymu, etmeymu deb tercüme qilamiz. Diqqat emas. Ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli. Bu sizlarga topshiriq, buni sizlar ishlaysizlar. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور